videonun üçte değiliz. Birincisi tankaga chayish, ikkinchisi uglada 2 saniye. Birinchi to'xtatib oladi, keyin tepada uchinchisi varita bilan birga bir chiqish. Let's go. Do'stlar, bizda yangilik bor. Bak. Bu banditvakkani berigi mahallada 2,5 so'mga sotib oldik. Endi bugundan boshlab bizni komanda o'ynaydi. FS Juniorda. FS Juniorda bunun ismi Banditvakka. Kirib qoling, kirib olsa. Do'stlar, birinchi challenge tankani chayish, ikkitadan tepalarda birinchi vaqt. Oy oy oy, tiydi. Mana bu ikkinchi udari birinchisi tegdi. Shu tankaga tegdi. Oy oy oy, ikkitadan ikkita. Ikkinchi ishtirokchimiz Lamini Qamariddin. Let's go. Oy, tankani silib o'tdi. Ikkinchi udar ketdi. Oy oy oy, Lamin Yamal. Mana do'stlar, Arda Güler birinchi zarba. Deb. Tankani chay olmadi. Arda Güler ikkinchi urinish. Oh! Ikkitadan bitti. Banditvachchani birinchi udari deb. Oh! Banditvachchani ikkinchi udari deb. Ikkitadan. Do'stlar, bu ikkinchi challenge. Kasanya tepada to'xtaydi. Tepa. Yaxshi. Yamaliddin birinchi urinish. Bir-ikkida. Oh! Bittadan bir. Yamaliddin ikkinchi udar. Bir-ikkida. Oh, ikkitadan ikkita. Banditvachcha birinchi urinish. Bir-ikki udar. Chichvor endi. Banditvachcha ikkinchi urinish. Bir-ikki udar. Bir-ikki udar. Agar mana shu video 500 ta like kelsa, Banditvachchaning yuzini ochamiz. Do'stlar, bu uchinchi challenge bor. Ikkitadan Birinchi. Ketdi. Birinchisi gol bo'lmadi. Bo'ldi. Yusuf ikkitadan 0 ta. Qamariddin birinchi imkoniyat. Boshla. Bu ketdi, bo'ldi. Mana shuna ponna aylanib chiqadi. Na ko'radi. Voy, bittadan 0 ta. Qamariddin ikkinchi imkoniyat. Ikkitadan 0 ta bu ham. Banditvachcha birinchi urinish. Bu ham bittadan 0. Banditvachcha ikkinchi urinish. Bu ham ikkitadan 0. Arda Güler birinchi imkoniyat. Arda Güler ikkinchi